Muborak tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 12-sonli umumta'lim maktabi quvonch va bayram shukuhiga burkandi. Bu yerda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun savodxonlik bayrami tashkil etilib, u kichkintoylar hayotidagi unutilmas voqeaga aylandi. Tadbir boshlanishidan boshlab maktab zalida o'zgacha muhit hukm surdi. Bayramona bezatilgan sahna, rang-barang sharlar, yangi yil archasi va quvnoq musiqa bolalarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. O'quvchilar savodxonlikka oid she'rlar aytib, sahna ko'rinishlari orqali harflar olami, bilimning ahamiyati va kitobning inson hayotidagi o'rnini ifoda etdilar. Reportaj davomida e'tiborimizni tortgan jihat o'quvchilarning ravon o'qishi, aniq talaffuzi va sahnadagi ishonchli harakatlari bo'ldi. Bu esa ustozlarning sabr-toqati va fidokorona mehnati samarasi ekanligini yana bir bor tasdiqladi. Mana bugun maktabimizda doimiy an'anaga aylangan savodxonlik bayrami bo'lib o'tyapti. Bu yil 2025-2026 o'quv yilida maktabimizga 105 nafar o'quvchi birinchi sinfga qabul qilindi. 3 ta sinfda tahsil olishyapti. Mana bugun birinchi A sinf o'quvchilarimizning savodxonlik bayrami bo'lib o'tdi. Tadbir juda ham yaxshi tashkil etilgan. Buning uchun albatta biz mana shu ustozlarimizga, shu boshlang'ich sinf ustozlarimizga, tashkiliy jamoaga rahmatlar aytamiz. Chunki mana o'quvchilarimizni ko'rib juda ham sevinyapmiz. Hammasi unga chanqoq iste'dodli bolalar, hammasi ularning ichida yashiringan qobiliyatni yuzaga chiqarish biz ustozlarning vazifasi va asosan ana shu ilmning poydevori bo'lgan boshlang'ich sinf ustozlarining vazifasi hisoblanadi. Ular o'z vazifalarini astoydil mas'uliyat bilan bajarishyapti. Mana shu bolalarning bilim olishida boshlang'ich ta'lim katta poydevor hisoblanadi. Ularning keyingi o'qishlarini, keyingi ilm olishlarini, qanday inson bo'lib yetishlarida bu ustozlarimizning o'rni katta. Mana hammamiz guvoh bo'lyapmiz ta'limga, mana shu yoshlar ta'limiga prezidentimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan juda ham katta imkoniyatlar yaratilib berilyapti va biz mana shu imkoniyatlardan oqilona foydalanib yoshlarimizni yanada bilimli, mustaqil O'zbekistonimiz uchun, yangi O'zbekistonimiz uchun munosib farzandlar bo'lib yetishlari uchun o'zimizning hissamizni qo'shamiz. Mana shu prezidentimizning ishonchlarini oqlaymiz. Bayramning eng kutilgan lahzalaridan biri Qorbobo va Qorqizning tashrifi bo'ldi. Ularning quvnoq chiqishi, bolalar bilan samimiy suhbatlari, topishmoq va o'yinlari zalni qarsaklar va kulguga to'ldirdi. Qorbobo kichkintoylarni savodli bo'lib ulg'ayayotganliklari bilan tabriklab, yangi yilda yanada katta muvaffaqiyatlar, ulkan marralar tiladi. Qorqiz esa o'quvchilarga sovg'alar ulashib, bayramga yanada fayz kiritdi. Tadbirda maktab rahbariyati, ustozlar va ota-onalar ham faol ishtirok etib, savodxonlik har bir inson hayotidagi eng muhim poydevor ekanini ta'kidlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, bugungi bayram nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalar uchun ham faxrli va quvonchli lahzalarga boy bo'ldi. Men 2006-yildan buyon ta'lim sohasida boshlang'ich sinf o'qituvchi lavozimida ishlab kelmoqdaman. 7 yildan buyon hozirgi davrda 12-maktabda 1-sinfdan 4-sinfgacha o'quvchilarga ta'lim berib kelmoqdaman. Hozirgi paytda o'quvchilarim soni avvalgidan ko'ra ko'proq. 2025-26 yilda menga 1-sinflarni ishonch bilan topshirishgan ekan. Bundan xursandman. Avvalgilardan ko'ra o'quvchilarim juda ham iqtidorli. Shu o'quvchilarimni ta'lim tarbiyasida ishonchli oqlashga harakat qilaman. Bu yilgi o'quvchilarim juda ham zehnli, iqtidorli, namunali ishtirok etishdi. Men bundan juda ham xursandman. Tadbir yakunida faol va iqtidorli o'quvchilar rag'batlantirilib, esdalik sovg'alar topshirildi. Bolalarning quvonchga to'la nigohlari, ota-onalarning mamnun chehralari va ustozlarning faxrli tabassumi ushbu bayramning qanchalik muvaffaqiyatli o'tganligini yaqqol ko'rsatdi. Men o'qish kitobiman, ko'p o'qish kitobiman. Sizlarga do'st bo'laman, ongingizni oshiraman. Meni varaqlab ko'ring, mag'zimni chaqib ko'ring. Sahifamda ne bo'lsa, berilib o'qib ko'ring. Alif be do'stim sizni maqtaganin ko'rayin. Gapi bilmadim yolg'on, rostligini sinayin.
Yangi yil arafasida o'tkazilgan savodxonlik bayrami Muborak tumanidagi 12-sonli maktab hayotida yana bir yorqin sahifani ochdi. Bu tadbir kichkintoylarning qalbida bilimga muhabbat, bayramga bo'lgan quvonch va kelajakka ishonch tuyg'ularini yanada mustahkamladi.